Muzika! Assalamu alaykum singlim. Va alaykum assalom. Undaq bo'lsa, baholug' ustozlarga ham tomoshabinlarga o'zingizni tanishtirib o'tamsiz? Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum. Tomoshabinlar. Hurmatli tomoshabinlar. Mening ismim Xalinur Sabirova. Men 14 yoshga kirdim. 8-sinfda o'qiyman. Qozog'iston diyoridan Olmuti shahridan keldim. Rahmat. O'zim har xil millatlarning usullarini o'ynayman. Jumladan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Hind, Ispan, Kavkaz usullarini. Bugungi bosqichga Uyg'urcha usulning akaginimning sababi Uyg'ur bo'lganlikdan Uyg'urcha usulni ekandim. Uyg'ur bo'lganlik uchun tunji qatim sahnimizga Uyg'ur usulini olib kelibdi. Barakalloh singlim. Xalcham Sidiq ustoz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nayti riyosatchi aytgandek, milliyatligi bo'lgan, hozirgi zamon uslubini qabul qilgan asosdagi bir nayti go'zal, texnikalik bir Uyg'ur usuli ekansiz. Sizga rahmat. Men sizga bir bilet beray. Rahmat. Muborak bo'lsin. Xalcham Sidiq ustoz bir bilet berdi. Muborak bo'lsin. Jasur Tursun ustoz. Hareketleriniz pakiz, yaxshi. Endi men deydiğim sizning kiyiminiz, bu endi qanda Bu usul asli shoh qizning usulida. Men bu usulni boshqalarga o'xshamaydigan bir kiyim tikizay deb shunday yubka o'xshash biroq ishdan Yubkaga o'xshash ishdan deydi Jasur ustoz. Şu. Kiyiminiz, usulunuz da mı bek shoh bo'lib ketibdi. Hazır desek ya, bir rengden desek, ayıqınız ak, oturdu bir reng, aniki yana ak, nemo ay yeşil. Ranglar jiq bo'lib ketibdi shundaqmi? Hammasi bo'lgandan parchalanib bir yangi odamni qalaymiqan. Endi masalan, mushu sizning kiyimingizga masalan rasmiy sahnada chiroq olsa, qaysi chiroqni urishni chiroqchimi uqmaydi. Bir yangi qalaymiqan. Shunga bundan mushu kiyim jatdan sal bayqan endi o'zingizning sho'x yigit deb sho'x qizval debsiz. Endi sho'x qizvallarmi o'ziga loyiq sho'x kiyimlarni kiydi, ama bek sho'x bo'lib ketibdi. Normal sho'x bo'lsa bo'ladi-ya. Xuddi hozir
Bana pilciktirdek gözümle çekvatıdı. Xo'sh, bundan keyin Boshqa? normal shoh kiyim kiygansizlar. Xo'sh. Biroq endi usulni yaxshi o'yindingiz. Men sizga bir bilet tashlayman. Rahmat. Muborak bo'lsin. Jasur Tursun ustoz bir bilet berdi. Ömer Saidullah ustoz. Ben tekrarlamay. Vaqt qismi odam chiqqan bugun. Bir bilet berdim. Rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ömer Saidullah ustoz bilet tashlash bilan 3 ustozning o'tkildan o'tdingiz. Qani? Muşki Enber'den hit algan şermi hayanın beziki. Solu çaşlarında bar güzellik misli bir derya. Ey Rana, her sabah gül aşkınıda mehirlik cilvelerin ipkiler hidinni. Sarvı qamatından tarıgan xuşidin singen hava latafet alimiga aylarsın. İşenç ve latafetning cilvikari Chinnuri sumruq çaç ve beden yuyuş yürüşligi chehra ay hanım kızlarımız üçün sumruq. Nemlik saqlash badan sut sopini terini ozuqlandirib yumran siliq qiladi. Atirgul nemlik saqlash badan sopini badanni xushpuroq qilib, terini chingitadi. Zarog'zi nemlik saqlash badan sopini badanni illatib, terini yumronlashtiradi. Kunda yuyunsangizmi soğuğunuz aşmaydı. Chinnuriydan sumroq. Gül, meg'iz, zanjivil javhardan foydalanib, uzluksiz texnika yangilab, texmi sifatlik, texmi a'lo sumruq markasidagi chos sopini ishlayapmiz. Chinnuriydan sumruq. Ustoz tanlaymiz endi. Men endi Jasur ustozni tanladim. Oy. Jasur Tursun ustozni tanladik. Muborak Muborak bo'lsin. bo'lsin, muborak bo'lsin. Endi agar yuragimdagi bir ikki so'zni aytsam bo'ladimi? Ayting. Birinchidan mushu ko'rikka qatnashishimni armon qilgan momamga 77 yoshli Rizvongul momamga chin yuragimdan rahmat aytaman. Rahmat. Bizmi shu mo'minlaringizga chin yuragimizdan salom. Salomatligi bo'lsin, umr uzun bo'lsin. Amin. Yana mening san'atga bo'lgan muhabbatimni bayqagan, mening kichik vaqtidan tatib mening bilan yurgan ota-onamga chin yuragimdan rahmat aytmoqchiman. Rahmat, rahmat. Ota-onangizga rahmat. Xo'sh. Sizga Yana rahmat. mushu usullarini qo'ygan, o'zining hayotida bo'lgan qiyinchiliklarga qaramasdan mening bilan mushu yerga kelgan Amerikam hadamga chin yuragimdan rahmat aytmoqchiman. Xo'sh. Bo'ldi. Yurak so'zlaringizda deb bo'ldingizmi? Bo'ladi. Undaq bo'lsa, ustozni tanlab bo'ldik. Sahnadan tushib ustozingizga salom bering. Marhamat. Qani ustozlar bilan ko'rishing. Qozog'iston Olmazor shahriga kelgan bayramimizga zo'r utuqlar tilaymiz. Jasur Tursun ustozning guruhida sizga yangi natijalar yor olsun.